Salom, men azizlarim, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Yana Allohim sizlar bilan diydorlashtirib qo'yganiga behisob shukrlar. Bugun karta tanlov qilamiz. Bittasi sariq tillarang kartamiz, bittasi mana golboy kartamiz. Xudo xohlasa, qani karta tanlov qilamiz. Bular bizga nimalar deydi? Xo'p, bu kartamizdan boshlaymiz. Birinchi kartam bu men ishlatgan. Bismillahirrohmanirrohim. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli o'chirim bo'lsin Allohim. Shifoli o'chirim bo'lsin Alloh. Karim, astag'firulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli o'chirim bo'lsin. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Xo'p, birinchi kartamizda xo'p, jinday urush janjallarda bo'lib o'tgani deb aytyapti. Hayotimizda ozgina bir urush janjallar, to'polonlar bo'lib to'xtagan deb aytyapti. Bu narsalarni hammasi aylanib kelib nimadan deyapti? Diavol kartamiz tushyapti. Qarang, amal eskichalardan deb aytyapti. Qandaydir biz hayotimizda eskicha, qandaydir bir biz hayotimizga yomonlik qilgan insonlarni nimasidan kelib chiqqan narsalar bu deb aytyapti. Hayotimizda, ishimizda, qaysi nimamizda bo'lishidan qat'iy nazar jinday urush janjallar bo'lgan. Bular hozirga kelganda barham topgan deb aytyapti. Bularni hamma sababi albatta mana shu amal deb aytyapti. Ziyon, amal, ko'rolmasdan dushmanlarimizni qilgan amallari orqasidan shu narsalar bo'lib o'tdi. Shu narsalarda biz yashadik deb aytyapti kartalarimiz va yana aytyapti, Xudo xohlasa yana yaxshilikka bo'lishini Allohdan so'rab mana duolar qilyapmiz. Nimalarnidir bir yaxshilikka bo'lishini xohlayotganlarimiz bor, qandaydir bir sirlar bilan o'tirganimiz bor va barakalarni kelishi Xudo xohlasa yana hayotimizga ozgina bir barakalar keladi deb aytyapti. Nima sababdan kelmayapti bizga bu barakalar? Qarang, bizda diavol kartasi tushyapti. Amalda borligi uchun deyapti, amal, ziyonlarda borligi uchun bizga mana nima yo'llarimizni to'sib qo'ygan. Bular kelyapti, lekin yo'limiz to'siq turibdi. Bu yo'lni ochirganimizdagina biz uchun barakalarni kelishi va juda chiroyli anaqalarni bo'lishi deb aytyapti. Qanaqadir sirimiz borligini aytyapti, sir saqlab turibsan deb aytyapti. Yaxshilikka bo'lsin hammasi. Allohim hammamizni yaxshilikka mana shu amallar tozalab yechib olsak, Xudo xohlasa hammasi yaxshilikka bo'ladi. Yana barakalar keladi, yana uylarimizga totuvliklar, bir haligi tinchlik, xotirjamlik yana uyimizga qaytib keladi deb aytyapti. Birinchi karta tanlaganlar uchun. Xo'p, ikkinchi karta tanlaganlarimiz uchun podpiska bo'lgan, like bosgan niyatini oldim, energiyasini oldim. Podpiska bo'lgan, like bosgan azizlarim, niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli o'chirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Allohim shifoli o'chirim qilsin. Bismillah. Xo'p, bu kartalarimiz nima deydi? Qarang, Allohdan so'rab turganimiz, jinday bir o'zimizda bir sukutda turganlarimiz aytyapti, nimalarnidir kelishuv asosida qilishimiz aytyapti. Xo'p, barakalarni kelishi bor. Xudo xohlasa juda tezlikda qanaqadir xabarlar eshitamiz. Xo'p, kartalarimiz nima deyapti? Bu kartalarimiz aytyapti, Allohdan so'ragan narsalarimiz nimalarnidir Allohdan so'rayapmiz, so'ragan narsalarimizni bir nima deydi, orqasidan kelayotgan bir barakasi, orqasidan kelayotgan bir xayri hisobida kim bilandir maslahatlashamiz, kim bilandir nimanidir kelishamiz, balkim turmush qurish arafasida turganlar bo'lsa, tanishuvlar, albatta kelishuvlar, bir-biri bilan ko'rishuvlar, ishda bo'lsa ham, ishda bir anaqa bo'layotgan bo'lsangiz ham albatta ishdagi boshliq bilan gaplashishingiz, bu bilan yana sulh tuzishingiz, albatta bir kelishib ishga qaytishingiz yoki bo'lmasam hayotga qadam qo'yishingiz deb aytyapti. Ba'zi bir insonlarimiz o'zidan qochyapti deb aytyapti. Ikkinchi karta tanlaganlarimiz uchun o'zidan qochyapti, siqilyapti, diqqat bo'lyapti, nima desam bo'ladi, bir o'zini anaqa qila olmasdan qochayotganlarimiz bor deb aytyapti. Xo'p, va yana aytyapti kartalarimiz pullarni kelishi,
pul kelishi bor deb aytyapti. Qo'limizga albatta pullar keladi, barakalar keladi. Juda tezlikda, juda tezda, judayam yaqin kunlarda yangiliklar va qanaqadir bir yaxshi xabarlarni eshitamiz. Xudo xohlasa xayrli xabar bo'lsin, barakali bo'lsin. Xudo xohlasa hammasi yaxshilikka bo'lsin. Yakka ochirim qildirmoqchi bo'lganlar albatta telefon raqamlarimizni yozib qo'yyapmiz. Telefon raqamim +7 929 221 1968. Nimagayam yozib qo'yyapmiz. Xudo xohlasa yana chiroyli ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar albatta murojaatinglarni kutaman. Layk bosing, podpiska bo'ling. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yaxshi kunlarda va chiroyli ochirimlarda yana ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.